Marg'ilonda kombinatda 23 bitadi yonida 4 qavatli binoda 3-qavatida 2 xonali xonadon sotuvga qo'yilyapti remontlari bilan. Sizlar bilan o'zimiz bitta ko'rib chiqamiz. Mana asosiy eshikdan kirishimizga mana bu yerda. Asosiy eshigimizdan kirishimizga mana bu yerda sanuzeli aristonlarni qo'yib qo'yilgan, remontlarni yangi qilib qo'yganmiz deyishyapti egalar tomonidan. Xo'p, mana bu yerda bitta zal. Zalini ham chiroyli qilib aboylarni yopishtirib qo'yishgan. Bu yerda do'stlar bilasizlar, gaz, suv, svet, kanalizatsiya hamma yo'g'i bor. Xo'p, mana oshxonasini bu tomonga olib chiqilgan. Balkoniga bu yerdan bitta oshxona bo'lgan. Shunda 2 xona, 3 xona qilingan bo'lyapti. Xo'p, endi mana bu tomonida o'zi oshxona bo'lgan. Oshxonani balkonga olib chiqilgan. Bu yerdan bitta detskiy o'rnida foydalansangiz bo'ladi. Xo'p, endi mana bu yerda spalnisi, o'zining yotoqxonasi, remontlarni o'zingizga moslab chiroyli qilib qo'yib olasiz. Xo'p, manzilimiz Marg'ilonda kombinatda 23 bitadi yonida 4 qavatli binoda 3-qavatida bo'ldi. 2 xona, 3 xona qilingan. Xo'p, narxini 20.900 ga baholanyapti. Keling, ko'ring, yoqsa, yana ham arzon qilib tushirib beradigan joyi ham bor. Podezlari ham chiroyli holatda, qo'ni-qo'shnilar bu yerda bilasizlar, hamma yo'q zo'r.